Birinchi masalamiz, ya'ni 54-chi misol. Hı? Yer o'z o'qi atrofida harakatlanish natijasida turli mintaqalardagi vaqtlar orasidagi farqlar hosil bo'ladi. Bu narsaga biz aniqlik kiritib olaylik, bolajonlar. Ya'ni misol uchun O'zbekistonda hozir ayni vaqtda soatimiz 19:16 bo'ladigan bo'lsa, Toshkent vaqti bo'yicha e, Rossiyada yoki Yaponiyada yoki Amerikada soat unday emas. Chunki hozir o'zimizda ya'ni quyosh vaqtiga to'g'ri kelyapti. To'g'rimi? Lekin boshqa joylarda, qaysidir mintaqalarda yarim tun yoki qaysidir mintaqalarda qoq obedgi vaqt bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. To'g'rimi? Ya'ni o'shanga nisbatan e, vaqt taqsimoti ham har xilda bo'ladi. Davlatlar har xil kelishib olgan. Biz aslida ham har xil joyda har xil vaqtlar to'g'ri kelishi mumkin asl nimasi bo'yicha. Kelishdika? Demak, endi biz masalamizda geografik jihatdan qaramaymiz-u, lekin vaqtlar farq qiladi deb qaraymiz. Geografik jihatda, misol uchun, O'zbekistonda buncha bo'lganda, Moskvada buncha bo'ladi deb qonuniy nimasini aytmaymiz. Kelishdika? Lekin shunchaki masala sifatida qaraymiz xolos bu yerda. Demak, birinchisi, ya'ni masalan Toshkentda mahalliy vaqt 17:20 bo'lsa, Londonda shu payti mahalliy vaqt 13:20 bo'ladi deyilyapti. Endi geografik jihatdan unday bo'lmasligi mumkin, shunchaki masalamizda shunday deb faraz qilamiz endi. Sherzod Toshkentning mahalliy vaqti bilan 8:30 da London tomon uchmoqda. Endi savol, qaranglar-da. Demak, Toshkentda mahalliy vaqt 17:20 bo'lsa, Londonda esa 13:20 bo'ladi deyilyapti, to'g'rimi? Londondagi vaqt bunday. Demak, Toshkentda vaqtidan ko'ra Londondagi vaqt kichikroq miqdor bo'yicha yuribdi. Bu 17:20 da bo'lsa, bu 13:20 da. Oldin orqa demaylik, chunki chalg'ib qolishimiz mumkin. Kichikroq miqdorda qaysi yuribdi? London. Chunki bu 17 bo'lsa, bu 13 bo'lib turibdi, to'g'rimi? London kichik, Toshkent kattaroq vaqtda yuradi. Ha? Shundaymi? Soat strelkasi oldingi vaqtni ko'rsatyapti. Ya'ni Sherzod Toshkentning mahalliy vaqti bilan 08:30 da 08:30 da Londonga tomon uchmoqda. Samolyot Londonga qo'nishi u yerdagi demak, London vaqti bilan bu paytda yetib keldi. Savol, mana bu Toshkent vaqti. Toshkent vaqti bo'yicha 8:30, 08:30 da London vaqti bo'yicha qancha bo'ladi? Toshkent katta bo'lishi kerak, London kichkina bo'lishi kerak. Qancha vaqtga? Qancha vaqtga? 4 soatga kichkina bo'lishi kerak. Demak, Londonni 04:30 bo'ladi. Rozimisizlar? Chunki Toshkentda vaqti katta-ku, buni vaqti kichkina miqdorda yuradi, to'g'rimi? Shunday 04:30 bo'ladi. Xo'sh, 04:30 bo'ladigan bo'lsa, endi Sherzod Toshkentning mahalliy vaqti bo'yicha shu vaqtda chiqdi degani, Londonning mahalliy vaqti bo'yicha demak 04:30 da chiqdi degani bilan bitta narsa. Kelishdika? Ya'ni Londonda soat 04:30 bo'lgan paytda chiquvdi. Londonda soat 11:20 bo'lgan payt yetib keldi. London vaqti bilan 11:20 bo'lgan vaqt yetib keldi bu. Qancha vaqt harakat qilibdi ekan? Demak, qanday qilib topamiz? 11:20 dan 04:30 ni ayiramiz. Demak, mana bu yoqda ayirishda 11:20 dan ayiramiz 04:30 ni. Ayirgan paytimiz bu yerda bizga hosil bo'ladi. Necha bo'ladi? Demak, qarasak 50 ya bu yoqda bitta qarz olganmiz 10 0, ya'ni 6 soat u. 6 soat 50 minut. 6 soat 50 minut parvoz qilgan ekan. Kim? Sherzod 6 soat 50 minut parvoz qilgan. Kelishdik-a? Demak, biz qoida eslab qolinglar. Qoida, ya'ni bunday turdagi masala uchrashi ehtimoli katta, chunki o'tgan yillar mobaynida mintaqaviy vaqtlarga doir masalalar uchragan va bunday masala uchrashi ehtimoli katta. Cambridge Assessment tashkilotining savollar bazasida muomala qilishdi. Savollar bazasida bunaqa savollar uchragan.
Endi shunga kelishib olaylik sizlar bilan bolajonlar. Bu turdagi savollarda ishlayotgan paytimiz bitta qoida o'rinli. Qanday qoida? Yodlab olinglar. Xohlasanglar daftaringizga yozib qo'yinglar shu o'rinda. Turli mintaqalardagi vaqtlar bilan ishlayotganda bitta mintaqadagi vaqtga o'tib olinglar. Hozir biz nimaga Londonni vaqtiga o'tib oldikda orasida farqini topdik. Hammasini Londonni vaqtiga hisoblab olasizlar. Misol uchun nimadir qildi, misol uchun pirojka pishirdi, boshqa narsa qildi, uyga bordi, boshqa qildi. Xullas hammasi vaqt sarflanadi-ku. Nima o'shalarni hammasini bitta davlat vaqtiga o'tib olsanglar qulay bo'ladi. Kelishdiki, Londonni vaqtiga o'tkazib oling. Xohlasak mana shu masalani Toshkentni vaqtiga o'tkazib olsak ham bo'ladi. Toshkentni vaqti bilan 18:30 da chiqdi. Toshkentni vaqti bilan 15:20 da kirib boradi. To'g'rimi? 11:20 bo'ldiki, 4 soat yo'q. 15:20 da kirib boradi. To'g'rimi? O'shandan 15:20 dan 08:30 da ayirib qo'ysak ham bir xil javob chiqadi. Kelishdiki, xohlasak Toshkentni vaqtiga o'tkazib olamiz. Xohlasak Londonni vaqtiga o'tkazib olamiz. Demak, bizdagi bitta davlat vaqtiga o'tkazib olsak bo'ldi. Asosiy maqsadimiz shunday. Rozimisizlar? Kesdik. Roziman. Yaxshi. Voy belimni. Yaxshi. Qani endi boshladi keyingi masalamiz. Ma'lumki, turli shaharlarda vaqtlar turlicha. Endi bu sizlar tushunishlaring uchun o'sha qoida nimani berib qo'yibdi. Moskvada vaqt 10:00 bo'lganda Sidneyda vaqt 15:30 bo'ladi. Olim Moskvada yashaydi va u Sidneyga borish uchun o'zining mahalliy vaqti bilan 14-fevral 14:15 da samolyotga chiqdi. Agar olimning samolyoti Sidney vaqti bilan 15 o'shanday qo'ngan bo'lsa, parvoz necha soat davom etgan deyilyapti. Ha? Demak, bunday qilamiz, bolajonlar. Bunday qilamiz. Ya'ni Sidney vaqt bizga xohlasak Sidneyni vaqtiga o'tib olamiz, xohlasak Moskvani vaqtiga o'tib olamiz. Qaysi biri qulay bo'lsa, shunga o'tib olaveradi. Birinchi Moskvani vaqtiga o'tib hisoblaymi yo Sidneyni vaqtiga? Demak, mana qaranglar-da, Moskvani vaqti 10:00 bo'lganda bu 15:30 bo'lar ekan. Demak, Sidney miqdor bo'yicha oldinroqda. Qancha oldinda? 5 soat 30 minut oldinda. Mana misol uchun bu 10 bo'lgan payt bu 15:30. Bu misol uchun 15 bo'lgan payt bunisi 20:30 bo'ladi. To'g'rimi? 15:00 bo'lgan payt. Xuddi shunday, ya'ni Sidney oldinroqda. Ya'ni nimasi? Miqdor bo'yicha kattaroqda. Xo'sh, shuni deb tasavvur qilaylik. Vaqt bo'yicha bu shaharda vaqti oldinda, bu shaharda vaqti orqada desanglar, lekin ozgina chalkashliklar paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun oldin orqa demasimizda miqdor bo'yicha kattaroq tushunaylik, maylimi? Chunki o'tgan yili o'quvchilarimiz chalkashgan edi shu narsa. Bu yerda Moskvani vaqti oldinda desak ham g'alizda tushunib qoladi. Sidneyda vaqti oldinda desak ham bular noto'g'ri tushunib qoladi. Shunaqa, shuning uchun miqdor bo'yicha kattaligini kiritib olaylik, mayli? Olim Moskvada yashaydi. Xo'sh, endi buni borishini hisoblaymiz. Mana 14-fevral kuni o'sha 14:15 da samolyotga chiqdi. Mahalliy vaqt bilan, ya'ni Moskva vaqti bilan shunda chiqibdi ekan. Demak, Sidney vaqti bilan 14-chi, qaranglar. O'sha vaqtni Moskva vaqti. Moskva vaqti. O'shani Sidneyga o'tkazamiz. Sidney vaqti bilan nechaga? 14-fevral. 14-fevral kuni qaysinda? Soat nechida? Demak, bu Moskva vaqti. Sidney oldinroqda 5 soat 30 minut oldinda. Demak, 19:45 da nima qilar ekan? Yo'lga chiqar ekan. Sidney vaqti bilan 19:45 da yo'lga chiqibdi ekan va Sidney vaqti bilan bunda yetib kelgan. 15-fevral kuni, ya'ni ertangi kuni 03:45 da yetib kelgan Sidney vaqti bilan, to'g'rimi? Endi biz birinchi 19:45 dan mana buni qaraylik-da. Ikkita nimamiz bor-da bizda. 19:45 dan 20, ya'ni 00:00 gacha, 00:00 gacha qancha vaqt bo'lsa, bir vaqt va undan tashqari
Keyin endi 00:00 dan yana nechagacha? 03:45. 03:45gacha yana ikki vaqt. Bor, ikkovini qo'shishimiz kerak. Ya'ni jami shuncha vaqtda. Shunday ikkita bo'laklarga ajratib olaylik, bizga qulayroq bo'ladi. Mana bu ikki orasida mana bu 20:00 bo'ladi. Bo'lish uchun 15 minut kerak va bu yoqda 4 soat kerak. Demak, orasida mana T1imiz necha ekan? T1imiz birinchi vaqtimiz 4 soat 15 minut kerak. 4 soat 15 minut kerak. Bu yog'i esa o'zi 00:00 dan 03:45gacha necha soat? 3 soat 45 minut ekan. Ikkovini jamini qo'shsa 15 ga 45 1 soat berib ketadi o'zi. 3 soatga 4 soatimiz yetdi. Bu yoddagi 1 bilan 8 bilan. Demak, jami 8 soat sayohat, ya'ni uchgan ekan. 8 soat mobaynida uchgan ekan sayohat. Kelishdiki? Tushunarlimi? Sidneyda vaqtiga o'tib hisobladik. Xohlasak, Moskvani vaqtiga o'tib olsak ham bo'lar edi. Moskvani vaqtiga o'tib olsak, biz mana buni bor-ku, 15 fevraldan 5,5 soat orqaga qaytamiz bu yoqqa. Ya'ni 14 fevralda soat 10 nechiga deb to'g'ri keladi, to'g'rimi? Shundaymi? Hozir 5 soat qaytib ketsak agar 5 soat 5,5 soat qaytamiz a. Yarim soat qaytsak mabodo. Demak 03:45 keyin 22:15 ga to'g'ri kelar ekan. Moskva vaqti bilan 14, ya'ni 22:15 da yetib borgan. 14-fevralda 22:15 da yetib borgan bo'ladi. Moskva vaqti bilan. Sidney vaqti bilan 15-fevral kuni 03:45 da yetib boradi. Ikkalasini vaqtlarini, miqdorini, farqini tasavvur qildikmi? Gapiringlar. Ha. Keyingi masalamiz. Jamshid Parijdan Tokio tomon uchish kerak, lekin to'g'ridan-to'g'ri reys bo'lmagani uchun u avval Dubayga, keyin esa Tokioga uchadi. 2-iyul soat 19:30 da Parijning mahalliy vaqti bilan Parijga uchib, Parij mahalliy vaqti bilan Parijga uchib, ya'ni Parijda vaqti bilan o'shanda uchyapti 19. Xo'p. 3-iyul kuni Tokio mahalliy vaqti bilan yetib keldi deyilyapti. Ha. Dubayga keyin esa ha. Agar Parij va Tokio orasida soat shuncha, Jamshid Dubaydan orqada bo'lsa, agar Parij mahalliy vaqti Tokio mahalliy vaqtidan 12 soat orqada deyilyapti. Parij orqada deyilyapti. Parij orqada degani, ya'ni vaqt bo'yicha orqada degani bunday tasavvur qilamiz. Misol uchun bizada hozir bugun abit bo'ldi-ku, misol uchun abit bo'lgan paytda kimlardadir ertalab bo'lgan vaqt bilan, to'g'rimi? Ne? Kimlardadir ertalab bilan. Shunda biz o vaqt bo'yicha oldinda bo'lamiz, to'g'rimi? Ne? Parij orqada. Demak, xo'sh. Parijdagi soatimiz kam miqdorda yuradi. Kelishdiki? Kam miqdorda yuradi. Xo'sh, hozir o'sha joyda biroz chalkashliklar bo'lib qoladi. Xo'sh, mayli. Bu yerda 2-iyul kuni 19:30 da Parij vaqti bilan chiqibdi ekan. 3-iyul kuni 19:00 da Tokio mahalliy vaqti bilan yetib kelibdi ekan. Bitta vaqtga o'tkazaylik. Dubayda keyingi reysni 1,5 soat kutib qolgan bo'lsa, u jami necha soat davomida parvoz qilgan? Mana qarang. Dubayda vaqti bizga kerak emas. Biz Parijda yoki Tokioni vaqtiga o'tib olsak yetarli. Parijda vaqtiga o'tib olamiz. Parij vaqti bilan ikkovini ham Parij vaqtiga o'tkazamiz. Parij vaqti bilan 3-iyul kuni 19:00 ga yo'lga chiqqan, to'g'rimi? Va o'shanda yo'lga chiqqan.
va mahalliy vaqt Tokio mahalliy yo'q to'xtaydi. Tur. 19 bu bunisini yozardim menga. 2-iyul kuni 19:30 yo'lga chiqqan. Yo'lga chiqishi va 3-iyul kuni Parij vaqti bilan deyilyapti. Parij vaqtiga o'tamiz hozir. 3-iyul kuni 19:00 da Tokio vaqtini aytib kelganda, o'shani mana shu narsani Parij vaqtiga o'taylik-da shuni. Mana shu vaqt Parij vaqtiga o'taylik. Ya'ni Parij 12 soat orqada. Tokio mahalliy vaqti 12 soat orqada. Demak, Parijda soat Parijda o'sha payti 3-iyul 3-iyul 12 soat bo'lsa 7:00 bo'ladi. Kelishdiki? 7:00. Demak, Parij orqada bo'ladi shundan. Tushunarlimi? Xo'sh. Shunda e'tibor beraylik. Bu yerda xo'sh. 19:30 dan mana shu 2-iyul mana shu vaqtdan bu vaqtgacha qancha vaqt bor orasida? Shunga e'tibor beraylikchi. Bu yerda 00:00 gachasi o'zi 4 soat, 4,5 soat vaqt bor. Mana bundan birinchi 00:00 va soat strelkasi borki, chalg'itadigan joyi shu yerda. 00:00 ga kelib qoladiki, o'shandan keyin ko'rinishlari o'zgaradiki. Bundan bungachasini qo'shamiz, bundan buyog'ini qo'shamiz, ikkovini qo'shib qo'yamizda, hisoblaymiz-da, qo'shamiz. To'g'rimi? Demak, bu yoqda 4,5 soat bor. 4 soat 30 minut bor. 00:00gacha va bundan buyog'iga yana 7 soat bor. 7:00gacha, to'g'rimi? Demak, jamini qo'shsak 11 soatu 30 minut bo'ladi, to'g'rimi? 7 soatni ham qo'shdik-da. Va endi bizda 1,5 soat nimada? 1,5 soat kutib qolgan. O'shani chiqarib tashlasak, parvoz qancha? Qancha davom etgan? Demak, 10 soat davom etgan. 10 soat davom etgan. Kelishdiki? Tushunarlimi? Qani endi 57. 57 ga o'tdik-a. Erkin Toshkentda Ispaniyaga samolyot orqali borishi kerak. Toshkentdan Ispaniyaga uchgan samolyot havo juda issiqligi tufayli Frankfurtda qo'nib, u yerda rejadan tashqari 4 soat 20 minut qolib ketdi. Quyidagi jadvalda vaqtlar haqida ma'lumot berilgan. Mahalliy vaqtlar, hokazo. Xo'sh, demak, Toshkentdan Ispaniyaga samolyot orqali borish kerak. Erkin, yaxshilab e'tibor bering. Toshkentdan Ispaniyaga boradi. Lekin havo juda issiq tufayli Frankfurtda qo'nib, u yerda rejadan tashqari 4 soat 20 minut qolib ketibdi ekan. Quyidagi jadvalda vaqtlar haqida ma'lumot berilgan. Uchish vaqti Toshkentdan 17:30 seshanba o'sha sanada. Uchish vaqti Frankfurtdan o'shanda uchyapti. Qo'nish vaqti Ispaniyaga o'shanda. Mahalliy vaqt bilan Ispaniyani vaqti, Toshkent vaqti, Frankfurt vaqti, bu esa Ispaniya vaqti. Hammasini nimaga o'tkazamiz? Bitta davlat vaqtiga o'tkazamiz. Qanday o'tkazamiz? Hozir bunday qilamiz. Qaranglar, Frankfurtdagi mahalliy vaqt Toshkent vaqtidan 3 soat orqada. 3 soat orqada deyilyapti. Frankfurtda demak 3 soat orqada bo'lsa, mana bu vaqtimiz orqadagi vaqt. Aslida o'sha paytda Toshkentda bo'ladi 3 qo'shsak 0, yana qaranglar, 24:40 bo'ladi. Ya'ni 00:40 ga aylanib qoladi. Rozimisizlar? 00:40 Toshkent vaqtiga o'tkazib oldim. Maylimi? Bunisini ham Toshkent vaqti bilan bog'laymiz. Ispaniyadagi mahalliy vaqt Frankfurtdagi mahalliy vaqtdan 4 soat oldinda. 4 soat oldinda. Ispaniya oldinda. Demak, qaranglar-da. Xo'p. Mana bu demak, Ispaniya oldinda ekan. Biz hozir Toshkent vaqtiga o'tdik. Mana bunaqa 00:44 yozib qo'ydik. 00:40 deb yozib qo'yaylik. 00:40. Ya'ni nimani qildik? 3 ta qo'shdik. To'g'rimi? Toshkentda vaqt o'tkazishga.
Toshkentda vaqt o'tkazish uchun. Endi qaranglar. Ispaniyadagi mahalliy vaqt Frankfurtdagi mahalliy vaqtdan shuncha oldinda. Bu oldinda ekan. Ispaniya oldinda ekan. Demak, Ispaniya oldinda bo'lsa, 4 soat oldinda ekan. Bu oldindagi vaqt. Demak, Frankfurtda o'sha paytda, mana man 05:20 bo'lgan paytda, Frankfurt 01:20 bo'lgan. Qayerda? Mana bunda. Fda. Frankfurtda shu bo'lgan. Buni yana Toshkentda vaqtiga o'tkazsak aka. Mana qaranglar, man 5:20 bo'lgan payti bunda 01:20 bo'lgan. Chunki Ispaniya 4 soat oldinda. Bu demak orqada. Demak bu 01:20 bo'lgan. Va endi Frankfurtning vaqti mana bu bilan teng, mana shu bilan, mana shu paytda. Aynan o'sha paytda. Kelishiga, mana buni boshqa rang bilan belgilaymiz. Frankfurt. Aynan o'sha paytda 05:20 bo'lganda, Ispaniyada bunday bo'lganda, Frankfurtda 01:20 bo'lgan. Va endi 01:20 ni yana Toshkentning vaqtiga o'tkazamiz biz. Toshkentning vaqtiga o'tkazish uchun 3 ta qo'shamiz, to'g'rimi? 3 ta qo'shsak 0 turu 20 bo'ladi, to'g'rimi? 20 bo'ladi. Ya'ni 3 soat orqada, 4 soat oldinda degani, bunday deganda 1 soat oldinda desak ham, ishlasa ham bo'laveradi. Ha? Faqatgina shaharlarda nomini o'rnini o'zgartirib berganligi uchun Frankfurtni ham bog'lab ketdim mana shu joyda. Chalg'imasliklari uchun birda ayirib yoki birda qo'shib qo'ymasdan birdaniga. 04:20. Demak, Toshkent vaqti bilan 04:20, bu ham Toshkent vaqti bilan o'sha sana. Va faqat mana sanasi degan joyi ham borda. Mayli, sanasiga ahamiyati yo'q. Sana man 17 ga o'tib qolaman. 17 ga o'tib qoladi. Chunki 16 edi-ku, keyin o'tib ketib qoldi, 17 ga o'tib ketib qoladi. Rozisizlar? Bu joyga ham e'tibor beraylik. Demak, Toshkent vaqti bilan erkin samolyotda jami necha daqiqa parvoz qilgan? Samolyotda parvoz qilgan. Frankfurtdagi. Endi qaranglar-da. Bu 17:30 dan mana qaraylik. Biz endi o'zgartirdik-ku. 00:40 dedik. Mana 00:40. Bunisini esa 0:20 dedik, to'g'rimi? Ikkalasini kiritdik. Endi bolajonlar, shunga e'tibor beraylik. Ikkalasini kiritganimizda bizda shu narsaga e'tibor beraylik endi. Vaqtlari bor. Vaqtlari 15:30 bu bor, bu bor. Vaqtlari bor. Va xo'sh, endi 3 soat vaqtida Ispaniyadagi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak endi. Bo'l. Mana 17:30 dan 00:40 gacha qancha vaqt bor? 18:00 gacha yarim soat bor. Hozircha yarim soat. Keyin 18:00 dan 24:00 gacha 6 soat bor, to'g'rimi? Demak 6,5 soat. 00:00 gacha 6,5 soat bo'ldi. 40 minut qilsa 7 soat 10 minut bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu vaqtdan, ya'ni 16-kun 17:30 dan bungacha 7 soat 7 soat necha minut bor? 10 minut bor. 7 soat 10 minut bor, to'g'rimi? Va endi bundan biz 4 soat 20 ni ayirib tashlaymiz. Chunki to'xtab dam olgani vaqti bu. 4 soat, 7 soat 7 soat uchmagan u. Ayiramiz o'sha 7 soat 10 minutda. 7 hash 10 minut deymiz. Minut ayrilgan 4 hash degan soat yana 20 minutda. Shuncha dam olganki Frankfurtda. Ayirsa ikkovini bizada 2 soat 50 minut qoladi, to'g'rimi? O'shancha parvoz qilgan hozircha. Va endi, ya'ni bundan Toshkentdan Frankfurtga shuncha vaqt sayohat qilingan 2 soat qancha bu? 50 minut. Va endi Frankfurtdan Ispaniyaga sayohatimiz ham qancha vaqt davom etgan endi? Mana qaranglar. Mana vaqtimiz 00:40 dan Toshkent vaqti bilan 04:20 gacha. Bu ham Toshkentda vaqti bilan bo'lik. Kelishiga bunaqa qancha vaqt davom etyapti? Demak, 3 soat. Mana qaranglar, 0 bitta ko'k bilan yozay mana. 04:20 dan ayirib tashlaymiz nechini? 00:40 ni ayirsak bizada hosiladi
20dan 40 ayirib bitta qarz olamiz. 3 soatu 3 soatu necha bo'ladi? 40 minut qoladi-ya. Soat 40 minut. Endi ikkalasini qo'shamiz. 2 soat 50 minutga 3 soat 40 minut qo'shsak 5 soat 90 minut, to'g'rimi? Hozir yana 6 soat 30 minut qolar ekan. Jami, qaranglar, ikkalasini qo'shamiz endi. Qo'shsak bizada hosil bo'ladi. Ya'ni 6 soat necha minut? 40 ga 50 90 bo'ladi. O'sha 30 qoladi. 30 minut. 1 soatimiz 6 soat 30 minut bo'ldi. Demak, to'g'ri javobimiz 6 soat 30 minut kelishdi-ga. Mana qaranglar. Mazmuniga mazmuniga yetib tushunyapsizlarmi? Mazmuniga bolajonlar. Ustingizlar ishlayotgan demak, yaxshi. 58. Sardor Parij va Nyu-York shaharlariga sayohat qilmoqchi. Parijning mahalliy vaqti Toshkent mahalliy vaqtidan 4 soat orqada deyilyapti. Parij 4 soat orqada ekan. Nyu-Yorkning mahalliy vaqtidan esa 4 soat oldinda deyilyapti. Nyu-Yorkning mahalliy vaqtidan esa 4 soat oldinda. Xo'sh, 8 soat oldinda. Avval Toshkentdan Parijga uchib, keyin esa Nyu-Yorkka bormoqchi. Toshkentdan mana qaranglar, mana Toshkent turibdi. Olam Parijga uchadi, Parijga, keyin esa Nyu-Yorkka uchadi. Xo'sh. Demak, Toshkent oldinda, Parij orqaroqda, Nyu-York undan ham orqada turibdi. Xo'sh. Demak, endi u avval Toshkentdan Parijga, keyin esa Nyu-Yorkka bormoqchi. Uning sayohati parvozlarni hisobga olmaganda Parijda 3 kun va Nyu-Yorkda 2 kun qolishdan iborat. Toshkentdan Parijga va Parijdan Nyu-Yorkka parvoz vaqtlari mos ravishda 7 soat va 9 soat. Demak, Toshkentdan Parijga, mana bu Toshkentdan Parijga 7 soat, bunisi esa 9 soat ekan. 9 soat ekan. Tashkil qiladi deyilyapti. Shuni olib turib, ozgina pastroq tushirdik. Xo'pmi? Demak, 9 soat va 7 soat dedik. Xo'sh. Endi 9 soat. Agar Sardor Toshkentda, endi qancha qolmoqchi? Parijda 3 kun, 3 kun qolmoqchi, Nyu-Yorkda 2 kun qolmoqchi. Parvoz vaqtlaridan tashqarida. Agar Sardor Toshkent vaqti bilan chorshanba 20:30 da Parijdan boshlasa, Nyu-Yorkning mahalliy vaqti bilan qaysi kuni va soat nechida uning sayohati nihoyasiga yetadi? Ha, sayohati nihoyasiga yetadi deyilyapti. Ya'ni boradi, uchadi, Toshkent vaqti bilan uchadi-da, mana bu yoqda 2 kun qolib bo'lgandan keyin qaysi sana va qaysi vaqtga to'g'ri kelishini bizdan talab qilinyapti, so'ralyapti, to'g'rimi? 7 soat uchadi. Toshkent vaqti bilan 20:30 da uchsa, biz Toshkent vaqti bilan hisoblaylik-da. Rozimisizlar? Toshkent vaqti bilan hisoblab olaylik birinchi. Toshkent vaqti bilan 20:30 da uchsa, ha? 7 soat uchadi. 7 soat uchadi. Birinchi qo'shamiz 7 soatni. Ya'ni 7:00 ni qo'shamiz, minutiga 00 qo'yamiz, soatiga. Demak, 27:30 demaymizda, keyingi kuniga nechaga o'tib ketadi? 24 bo'lsa, 24 ni olib tashlasak, keyingi kuni nechaga o'tadi? Demak, 0, ya'ni 03:30 ga o'tib ketadi keyingi kuni. Ha? Ya'ni sana necha? Xo'sh, chorshanba. Ya'ni payshanbaga o'tib ketadi, lekin payshanba kuni. Mana bu payshanba kuni. Bu chorshanba edi. Chorshanba edi, to'g'rimi? Xo'sh, bu payshanbaga o'tib ketib qoldi. Va endi ravna 3 kun. Shu yerda qoladi. 3 kun qolsa, keyin juma, xuddi shuni jumasi, xuddi shuni shu vaqt shanbasi kun turadi. Mana payshanbadan jumagacha, jumadan shanbagacha, shanbadan yakshanbagacha ham qoladi, to'g'rimi? 3 kun qoladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q, hozir 03
20 hozir 3 oraliq. Shunda yetib kelyapti. Bu bir kun, jumani shu vaqti, shanbani shu vaqtiga 2 kun, yakshanbani shu vaqtiga 3-kun bo'ladi. To'g'rimi? 3 oraliq. Yakshanba kuni 03:30da Toshkent vaqti bilan qayerga yetib boradi? Uchadi keyin. Bu yoqqa qarab uchadi, to'g'rimi? Keyin 9 soat yuradi yana. 9 soat yursa 12 yu nechaga keladi? 30 ga keladi. O'sha yakshanba kuni 12:30da Nyu-Yorkda bo'ladi. Bu Toshkentni vaqti bilan hisoblayapmiz. Toshkentda soat 12:30 bo'lib turib, yakshanba bo'lib turgan paytda u Nyu-Yorkda bo'ladi. Rozimisizlar? Hozir keyin ularning farqini ham hisoblaymiz. Undan keyin Nyu-Yorkda ham 2 kun qoladi. 2 kun. Yakshanba-ku. Keyin yakshanba bo'lsa, endi 1 kun turadi. Dushanba kuni 12:30 gacha 1 kun to'ladi. Shundaymi? Yana 1 kun turadi, 2 kun. Qani endi davom ettiramiz. Mana qaranglar. Eng qiziq joyiga keldik. Mana shunaqa holatda keldik. Ya'ni biz Toshkent vaqti bo'yicha mana bu yoqdagi nimaga? Seshanba kuni Toshkent vaqti bo'yicha 12:30da nima qiladi? Seshanba kuni 12:30da sayohati tugaydi 2 kundan keyin, to'g'rimi? 1 kun 12:30, ikkinchi kun 12:30. Va endi qaranglar bolajon. Va bunga ham kelishdik. Xo'p. Bizda Nyu-Yorkni vaqti 8 soat orqada edi. Parijdan ko'ra oldinda. Biz Parijda vaqti mana qaranglar. Bu Parijda vaqti Toshkentdan orqada 4 soat. Bu Nyu-York bundan ham orqada 8 soat. To'g'rimi? Jami 12 soat. Mana bu vaqti bilan buni vaqti 12 soat farq qilayotgan. Nyu-York orqada. Bu oldinda. Demak, Toshkentda mana bunday vaqt bo'lgan paytda 12:30 bo'lgan paytda seshanba kuni 12 soatda ayirib tashlasak, mana qaranglar. Mana qaranglar, Toshkent 12:30 bo'lyapti. Toshkent 12:30 bo'lyapti. Seshanba. Nyu-York. Nyu-York deb shuni yozganmi? Nima deb yozgan? Nyu-York deb yozgan. Ha. Demak, bu yoqda necha bo'ladi? 00:30 bo'ladi. Seshanba. Nega? Nega? Chunki Toshkent oldindagi vaqt 00:30 Nyu-York. Javob eshitdingmi? Ana qiyin masalamizni ham yechdik. Qiyin deb turilgan. Bolajonlar, bu ko'pchilik o'quvchilar qiynalayotgan masala. Ko'pchilik o'quvchilar va o'qituvchilar ham qiynalayotgan masala. Shunga ham e'tibor beringlar. Xo'sh. Qani Erkin Toshkentda? Erkin Toshkentda yashaydi. Xo'sh, o'quvchilar tushunishga, o'qituvchilar tushuntirishga qiynalayotgan masalalar. Shuning uchun sizlarga maydalab yechib berilyapti. Shunga e'tibor beringlar bolajonlar. O'sha nimalarga ham, yozuvlarga ham, yondashishga ham qanday yondashyapmiz? Bitta davlatni vaqtiga Toshkent vaqtiga o'tib oldik. Birinchi Toshkent vaqti bilan keldik, dushanba, seshanba, juma, payshanba hammasi keldikda oxiri shuni Nyu-York vaqtiga sakradikda keyin. Kelishdiga vaqtimiz buni metodimiz tushunarli bo'ldimi? Toshkent vaqti bilan ish bajardik, nimalarni qildik, keyin oxiri Nyu-York vaqtiga sakradik. Bu yerda 59. Erkin Toshkentda yashaydi. Uning ikkita do'stidan biri Murod Luksemburgda,
mahalliy vaqt Toshkent vaqtidan 5 soat oldin, ikkinchisi Shahzod Singapurda mahalliy vaqt Toshkent vaqtidan 3 soat orqada yashaydi. Bir kuni Erkin nima qilyapti? Murod Luksemburgda mahalliy vaqt Toshkent vaqtidan 5 soat oldinda Luksemburgda va ikkinchisi Shahzod Singapurda mahalliy vaqt Toshkent vaqtidan 3 soat orqada deyilyapti. Yashaydi. Bir kuni Erkin Murodga juma kuni o'z vaqting bilan soat menga telefon qil, SMS xabarnomasi yubordi. Shu suhbatga Shahzod ham qo'shilishi uchun o'z vaqti bilan qaysi kuni va soat nechida Erkinga telefon qilishi kerak. Xo'sh, demak, bunday qilamiz. Mana bizda kimlar bor? Yondashishni boshladik. Erkin Toshkentda ekan. Toshkentda yozib qo'yish. Erkin Toshkentda ekan. Murod Luksemburg deb yozib qo'ying. Luksemburg ekan. Xo'p. Shahzod kimda? Singapurda. Va endi qaranglar. Endi bizda Toshkent vaqti bilan taqqoslaylik endi. Toshkent vaqti bilan 5 Luksemburg mahalliy vaqtdan 5 soat oldin. 5 soat oldinda bo'lsa Toshkent Luksemburgda vaqti Toshkent vaqtidan ko'ra 5 soat plyusda yuradi. Ustiga 5 soat 5h. Endi Shahzodda Singapurda vaqti Toshkent vaqti 3 soat orqada ekan. Demak, Singapurda vaqti Toshkent vaqtidan 3 soat orqada ekan. Endi yo'q, mana qaranglar, bunday qilaylik, noto'g'ri yozdik. Luksemburgda vaqti Toshkent plus 5 soat. Tushunyapsizlarmi? 5 soat. Toshkent vaqtidan 5 soat olinsa, Toshkent vaqtiga 5 ni qo'shsanglar, Luksemburgdagi vaqt chiqadi. Singapurdagi vaqt esa Toshkent minus nima? Toshkent minus 3 soat. 3h. H nimaligini bilasizlar? Hour. Xo'sh. Endi bir kuni Erkin Murodga juma kuni Erkin aytayapti. Kimga? Murodga juma kuni o'z vaqting bilan Erkin aytayapti Murodga. O'z vaqting bilan 1:00 da menga telefon qil. 1:00 o'zini vaqti bilan 1:00 bo'lgan bo'lsa, kimda? Murod qayerda edi? Luksemburgda edi. 1 ya'ni 40 da telefon qilyapti. O'z vaqti bilan o'shanda telefon qilsa, bu degani Toshkentdan 5 soat oldingi vaqt shumidi? Shundaydi. Toshkentdan 5 soat oldingi vaqt shu bo'lsa, Toshkentda soat necha bo'lgan bo'ladi? 5 soatni minus qilib tashlaymiz. Ya'ni undan bir kun oldin nechiga to'g'ri keladi? 20 bu juma kuni deyiladi. Bu juma. Demak, 5 soat oldingi vaqtga qilaman. T plus 5 hashimiz shunga teng. Demak, 5 soatni orqaga qaytarsak, mana bu payshanba kuni nechida to'g'ri telefon qilish kerak? Ya'ni bu Murod telefon qilyapti, o'zini vaqti bo'yicha juma kuni 1:40 da telefon qilyapti. Bu aytayapti, kim edi? Erkinga telefon keladi payshanba kuni, bir kun oldinga telefon keladi, to'g'rimi? Bir kun oldinga telefon keladi. Demak, payshanba kuni qaysiga 5 soat farqini aytsak, mana qaranglar. 5 ni aytsak 1 keyinisi 20 yo 40 ga telefon kelayotganda, buni vaqti bilan 20 Toshkentda bizda birozdan keyingi vaqtimizga to'g'ri kelayotganda, payshanba kuni mana shu bo'lgan paytda Toshkentda ularda ertangi kunisiga mana shu bo'ladi. Juma kunisiga mana shu vaqtga to'g'ri keladi. Endi Toshkent vaqti 20 yo 40 bo'lib qoldi-da. Shahzod ularga telefonda shunday konferensiyaga qo'shila olish uchun Shahzod vaqtini ham topib qo'ydik. Toshkent minus 3 soat. Demak 17 yu 40. 17 yu 40 ga to'g'ri kelar ekanda.
Shahzod vaqti. Payshanba kuni 17:40 ga to'g'ri kelar ekan. To'g'ri javobimiz. Demak, mana bu bizga to'g'ri javob. Yaxshi, xo'sh. 59 ham ketdi. Endi biza sizlar bilan olmishda ham ishlaylik. Nodir Chikagoda, Alibek Sidneyda, Abbos Madridda, Erkin Toshkentda yashaydi. Ular bitta biznes loyiha bo'yicha onlayn suhbat qilmoqdalar. Barcha tadbirkorlar o'zining mahalliy vaqti bilan 07:00 dan 21:00 gacha muloqot qilish uchun bo'sh bo'ladilar. Shaharlarning vaqtlari orasidagi farqlar quyidagicha keltirilgan. Sidney Madriddan 6 soat oldinda. Xo'sh, Madrid bilan bog'langan ekan. Demak, Nodir Chikagoda, Alibek Sidneyda, ho'kiz. Nodir Chikagoda, Erkin Toshkentda yashaydi. Abbos Madridda. Ular bitta biznes loyiha bo'yicha onlayn suhbat qilmoqchilar. Barcha tadbirkorlar o'zining mahalliy vaqti bilan muloqot qilish uchun bo'sh bo'ladilar. Shaharlarning. Xo'sh. Demak, Sidney qarangda. Buni tuzib olaylik. Sidneyimiz bizada birinchi tushunchamiz. Sidney Madriddan 6 soat oldinda. Madriddan 6 soat oldinda bo'lsa, Sidneyimiz Madrid plus 6 hash bo'lib turibdi. 6 soat. Bitta faktimiz. Chikago Madriddan 4 soat orqada. Chikagoyimiz Madriddan 4 soat orqada, 4 hash orqada bo'lsa shunday bo'ladi. Toshkent Madriddan 4 soat oldinda. Toshkent Madriddan 4 soat oldinda. Plus 4 hash. Toshkent Madriddan 4 soat oldinda. Hammasini Madridga bog'ladik. 24 soat ichida. Demak, bittasi Madrid plus 6, Madrid plus 4, Madrid minus 4 orasida demak 10 soat farqi boriga 13. Xo'p. 24 soat ichida qancha vaqt davomida barcha tadbirkorlar bir paytda onlayn muloqot qila oladilar deyiladi. Demak, ismlar bizga kerak emas. Ismlar mosligi ham kerak emas ekan. Va demak, mana qaranglar, endi e'tibor beraylik. Demak, bizda hashiga e'tibor bermaylik hozircha. Soatda xullas soatda turibdi. 21:00 qarang, 7:00 dan 21:00 gacha necha? 14 soatmi? Soat 14 soat vaqt bor. Shundaymi orasida? Demak, ixtiyorimizda 14 soat bor. Demak, qaysi vaqtlarda bo'la oladi? Ya'ni qaysi vaqtga belgilasak, hammaga qulay bo'ladi. Demak, endi eng kichigi qaysi biri? Eng kichigi mana bu. Demak, eng kichigini tinglaymiz. Mana bu Chikagoda. Demak, u ham Chikagodagi bu tadbirkor ham o'zi 7 dan 21 gacha vaqti borda, boshqa vaqti yo'q. Deymizda, eng kichigini mana buni vaqtini, nimaga qo'yamiz? 7:00 ga tinglaymiz. Bundan nima kutib qolmasin-da, 7:00 dan kam bo'lib qolsa, masalan 6:00 bo'lib qolsa, bu kira olmay qoladi-da, qolganlari kirib qolsa ham. To'g'rimi? Shu kira olmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu katta bo'lish kerak. Demak, kichigini 7:00 dan katta deymiz. Demak, shuning uchun 7:00 dan katta bo'lsa, mana qaranglar. Kichigini 7:00 dan katta desak, m-4imiz katta 7 dan bo'lsa, 7:00 deylik. Keyingi vaqt. Demak, m'imiz yoki tengini ham qo'yamiz. M'imiz bizda hosil bo'ladi. Necha? 11:00 dan keyin, 11:00 dan keyin boshlashi mumkin. Eng kamida 11:00 da boshlasa bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni Madrid vaqti bo'yicha Madrid vaqtini taqqoslayapmiz. Va eng kattasi nimadan kichik bo'lishi kerak? 21:00 dan kichik bo'lishi kerak. To'g'rimi? 21:00 dan kichik bo'lishi kerak. Agar oshib ketib qolsa, bu kira olmay qoladi. To'g'rimi? Hammasi kira olishi kerak-ku. Demak, m+6imiz kichik bo'lishi kerak yoki teng 21:00, ha? Shundaymi?
Demak, bizda shunda bo'ladi. M'imiz kichik 15:00. Demak, Madrid vaqti bo'yicha 15:00 dan ertaroq va 11:00 dan keyinroq boshlashimiz kerak. Orasida qancha farq bor? Bundan katta, bundan kichkina oralig'ida. Demak, 11:00 dan 15:00 gacha oralig'ida, demak 4 soat farq bor. O'sha 4 soat mobaynida oralig'ida. Madridning vaqti o'zgaraveradi. Demak, bizda shart kiritdik, eng kattasi o'sha 21:00 dan oshib ketmasin, eng kichigi 7:00 dan tushib ketmasin deb shart kiritdik. Oralig'ida o'zgarsa bo'laveradi. Bunaqa tebranadigan deb faraz qilsak va bizda 4 soat oralig'ida xohlagan bir miqdoriga qo'yish mumkin. Ya'ni 11:00 dan 15:00 gacha oralig'ida xohlaganda endi o'rniga misol uchun 12:00, ya'ni Madrid vaqti bilan 12:00 qo'ysak ham uchrashuv bilan 12:01da, 12:30da, misol uchun 1:00da, 14:00da qo'ysak ham Madrid vaqti bilan. Madrid vaqtiga qiymat bersak, qolgan vaqtlar chiqib kelaveradi va har biri 7 dan 21 oralig'iga tushadi. 7 dan oshib tushib ketmaydi pastga va 21 dan oshib ketmaydi va har bir tadbirkor o'z o'sha vaqtida kira oladi. Boshqa paytda dam oladigan vaqtiga to'g'ri kelmaydi-da, kelishdiki. Demak, 4 soat mobaynida. Demak, bizda vaqtlarning mintaqaviy o'zgarishi ham, shunga doir masalalar ham tamom bo'ldi. Tushundingmi? Vaqtlarning mintaqaga qarab o'zgarishi. Tasavvur qildinglarmi? Zo'r masalalar bor ekan. Bu mavzumiz o'zi masalalar soni kam bo'lgani bilan yaxshigina fikrlatadigan, yaxshigina chalkashtiradigan va yaxshigina qiyin masalalar bor edi. To'g'rimi? Adashmasam shunday edi sizlarga. Xullas, demak, bolajonlar, endi hozir biroz sizlarga tanaffus beriladi. Hozir shu zapsga ham olindi. Ozgina tanaffus beriladi va davom qildiriladi. Test tahlili. Bundan tashqari bu yoqdagi mana bu savollarni tahlili ham bo'ladi bugunda bo'ladi nasib etsa, maylimi? Hozir bu savollarimiz osonroq. Burchak, ikkita soat va minut millari orasidagi burchak va bu turdagi masalalar, ya'ni to'g'ri va noto'g'ri vaqt. Xo'sh. Demak, buni masalalari ham, demak, soatimiz 20:09 bo'libdi. Ya'ni hozir birozda yana tahlilim bor. Yana bitta testimiz. Hozir Abror ustozliklar biroz davom ettiradi. Maylimi? Xo'p. Agar davom ettira olmasa, o'zim davom ettiraman. Xo'p. Maylimi? Kelishdikmi? Hozir demak, sizlarga ozgina tanaffus qila olamiz. Yana davom ettiramiz. Xo'p. Demak, hozirgi sizlarga berilgan topshiriq nechta masala yechdik? O'zi kamgina masala yechdik, to'g'rimi? Kamgina bo'lsa ham yaxshigina masalalarni yechdik. Va sizlar uchun, o'qituvchilar uchun chalkash bo'lgan eng qiyin masalalar yechdik. Shularni qaytadan bir o'rganib chiqa olamizmi, yo'qmi? Biz o'zimiz uchun ishlaymizmi yo kimlardir uchun ishlaymizmi? O'zimiz uchun ishlaymiz, to'g'rimi? O'zimiz uchun ishlasak, shu masalalarda savol kimlardir ishlab ko'rgan bo'lsa, kim to'laqonli mohiyatiga yetib ishlab ko'rdi? Unaqa o'quvchilarimiz sanoqli. Bor-u yo'q deya olmaymiz. Sanoqli ishlayotganlar bor. Shunday ekan, o'sha sanoqlilarning orasida ham biroz shubha bilan ishlaganlar ham bor. Qaysidir masalalar. Shu masalalarni ozgina ko'rib chiqaylik o'zimiz uchun, maylimi? Bir himmat qilib deganda, harakat qilib, qiziqib, harakat qilib ko'rib chiqinglar qani. Ungacha yana ham davom etadi. Keyingi vaqtga doir masalalarimizni bilib qo'yinglar. Eng qiyin mavzulardan 3 ta mavzuni muammolarni 3 ta mavzuda eng qiyindan bittasi o'tib tushadi. Unda ham bittasi harakat, bittasi vaqt bo'lsa, yana qanaqadir shakllar desa ham bo'ladi. Xullas, eng qiyin darajadagi 3 tadan biri desak ham mubolag'a bo'lmaydi, kelishdiki. Shunaqada sizlar bilan birozda ko'rishguncha bo'linglar.